Salom do'stlar, bugun men Qaydirman. Qilichboz hayotini boshladik. Do'stlar, men Qizil Ritsarni qanday uchishlarini o'rganib oldim. Qizil Ritsar qanday qilib uchishlarini o'rganib oldim. Qizil Ritsarda boshqarishni juda zo'r bilmasam ham o'rganib oldim. Lekin mana bu qo'shnimga yarasa havasim keladi. Uni qaranglar, eshik ochiq qolibdi yo'q-ku. Ana kameralari bor bu yerda ana. Tepa qolib turgan chiroqlari. Meni uyim shinamgina. Lekin ancha yaxshi. Tepadagi xonam ham bor. Qaranglar. O'xshamadi. Xullas qilish kursimga borishim kerak. Buni ko'rsa aniq Bobur bobo hayron qoladi. Sekingina yechib qo'yaylik. Ketdik. Qalaysiz qo'shni? Qalaysan? Tepada kimdir yuribdi. Kalamush bo'lsa kerak-da. Tapshva. Bo'pti. Topdim. Nima ekan? Kalamush ekan. Ha, bo'pti. Men ketdim. Bo'pti ham demaydi-ya. Voy, bu yer nega portlab ketgan? Bobur bobo. Ha, nima deysan? Bu yer nimaga portlab ketgan? Eksperiment qilaman deb portlatib yubordim. Olovni suv bilan o'chirdim. Ha, bo'pti. Ichkarida bir narsa turibdi. U senga yordam beradi. Uni yasash uchun meni ko'p vaqtlarim ketdi. Ha, eshitishim bo'yicha Qizil Ritsar degan bir odam shaharda yuribdi ekan. U qutqarar ekan hammalarni. Hammanimi? Hammayli. Men aytyapsiz. Ha, bo'pti. Bilmadim, eshitganda bo'ldim. Bo'pti, men yaxshi siz topshirig'ingizni bajarishim kerak. Qizil Ritsar degandek bo'ldi. Bo'pti, qani? Bu nima ekan? Sen nima bu yerga kiryapsan? Hozir to'xtab tur, uyimni yo'qotib qo'ydim. Shitlar xalat bo'pti. Qamayli, qani? 1 2 3 4 5. Nima ekan bu? Birini tanlaymiz. Start. Qilish tor. Nima bu, ko'z oldim qorong'ilashib ketdi. Bobur bobo ko'rmasligidan oldin buni. Bularcha kuchli. Bu o'ta kuchli ekan. Bobur bobo bekor buni yasamabdi. Bobur bobo meni ko'rmadi. Nima shu xolosmi? Nima bu yerda har xil narsalar tushib qolibdi. Qani, irchak nima qilaman? Olmos do'stlar. Bu olmosga yonimni qo'shnimni uyini sotmasam bo'ladi. Lekin bu yerga hech tushunmadim-da, bu yerda redstone'lar, bu yerda esa chekni qo'yish kerak ekan, qani hozir. Ana. Nima? Nimadir berildi menga. Qani? Nimadir tushib qolibdi bu yerda. Ha, bo'ldi, menimcha buni olishni xohlagan kimdir. Demak, shuni qurgan shuncha vaqt Bobur bobo. Bu nima ekan? Qani? Nima buzilmayapti? Menga qo'yish kerakmi? Shu 100 turadi, qani. Do'stlar, mana bu pullarni qaranglar. Buni 100% Bobur bobo qurmagan, chunki Bobur boboning bunchalik puli yo'q. Mana bu narsani yechib qo'yaylik, yana Bobur bobo ko'rib qolmasangiz. Wow, do'stlar, ana nima? Achigan kartoshkami yo go'shtmi, qani? Bir stak pul. Do'stlar, mana buni qaranglar. Bobur bobo o'ylab tutgan narsasini menga rosa yoqdi. Ura! Ura do'stlar, ura! Endi men qo'shnimning uyini ham sotib olsam bo'ladi. Ura! Mana bu narsaga lekin men tushunmadim. Qani ishlatib ko'raylik. Qanday ishlatilar ekan bu? Bu blaguzukka o'xshayapti. Qani qo'limga taqich. Ha, afsonalarda eshitgan Qizil Ritsarni qilichi-ku bu. Bu unda kimning qilichi? Bu men fikrimcha soxtasi shekilli. Ha, mayli. Qani? Ana. Demak, buni boshqa qobiliyatlari ham bor, tushungandim. Mana bu qobiliyat qandayga? Bu yerda qishloqdan tashqarida ishlash kerak. Tugadimi? 2 stak pula. Bunga qancha narsa qilsam bo'ladi? Sizlar nega bu yerga kelib oldingiz? Kerak emas. Bunaqa mehmonlar. Endi buncha narsaga
xohlagan narsamni sotib olsam bo'ladi. Rahmat Bobur bobo, rahmat. Nima haqida gapiryapsan? X tak pul haqida. Nima X tak pul? Men senga faqatgina sandiq yasab bergandim xolos. Qaysi hali qora sunduqqa o'xshaganini aytyapsizmi? Ha, o'sha narsa. U pul berishini o'zingiz ham bilmasmidingiz? Yo'q. Demak, buni Bobur bobo qilmagan. Kimdir menga yashirincha mana bu qurollarni berdi. Qizil ritser va qora ritserni kiyimlarini berdi. Narsalarni deganim, kiyimini qizil ritsernikini berdi. Lekin qora ritsernikini bergan yo'q hali. Endi bersa kerak-da. Ha, aytgancha Bobur bobo, ha, qizil ritser va qora ritser haqida eshitganmisiz? Ha, ular afsonaviy qahramonlar. Ha, ular avval bizni qishloqchamizni qutqarganmi? Ha, hozir esa bu yer shahar. Amayli Bobur bobo. Lekin u nega aynan faqat qizil ritserda kiyimini berdi? Amayli, lekin men mana bu qora narsaga rosa qiziqyapman-da. Shishada ekan, sindirib olmasdan ehtiyot bo'lish kerak. Qo'shni. Ha, nima deysan? Men ish qilishim kerak. Bitimga o'z eshik olib qo'ydimi? Shu qilichim bilan bir so'gan bo'lardim-ku. Lekin menga yarashmaydi. Qani qo'lni qanot turardim bu? Bu qo'lni ko'rinmayotgan, lekin qilich bo'lsa ko'rinadi. Yaxshi ham shunda-da. Bo'pti, mana bu binoda hozir. Endi men bu uyni sotib olishim mumkin. Hozir. Taqillatib ko'raychi. Kirib ichida hech kim yo'q. Eshik ochiq ekan. Taq. Kimdir bormi, qo'shni? Vau, uyni zo'rligini yo'q, kirish kerak emas. Qo'shni uyga kirib bo'lmaydi. Avval qo'shni topish kerak. Qo'shni? Ha, mana bu qo'shni qayerdaligini bilmaysizmi? Ha, bu qo'shni yaqinda ko'chib kelgan, bu menman. Ha, uyingizni sotmaysizmi? Uyim nima? Ha, sotmoqchi edim. Men boshqa joyga ko'chib ketaman. O'zim sayohatchiman. Uyingizni qanchaga sotmoqchisiz? To'xtab tur, hozir hisoblab kelay. Qayoqqa ketdi? Hey, to'xtang. Hozir hisoblab olay, to'xta. Gulning hidini qara. Bo'pti, qanchaga deysiz? 1,5 stakka roziman. 1,5 stak. Ha, do'stlar, bunga hozir 1,5 stak beramiz. Bizda stak borligini bilmaydi. 23 ta olmosga rozimisiz? 23 ta olmos. Bunga necha ko'plik ham qiladi-ku, ha mayli. 23 ta olmos kuni tilaylamay qoldi. Mana men oling. Ha mayli, rahmat. Endi senga rasmiylashtirish degan narsalar bo'lardi, bunda yo'q ekan. Ha mayli, uyga kirib ko'ramiz. Avval bu kamerani tekshirib ko'raylik. Ana. Tekshirib ko'rdim, endi buni ko'rsam bo'ladi. Bu kamerani ham ana qizil ritserni kiyimiga ulab olamiz, uladi. Va mana bu televizorni ko'rsa bo'ladimi? Qani, yoqib ko'raylik. Voy, o'tirib qoldim-ku. Bu yo'q buni, televizor. Mikrovolnovka bor ekan. Qo'l yuvadigan grant bor ekan, qani. Qo'limizni yuvib olaylik. Opa. Buzib oldim-ku. Demak, bu o'ta nozik ekan, bu qimmatligi uchun nozik bo'lsa kerak. Qo'lni hozirchalik yuvmay turaveramiz. Vau, do'stlar, bu yerda qaranglar, karoserlar bor ekan. Aytgancha men bunga ushlab birlashtirishim kerak edi. Hozir hamma kameralarni birlashtirib chiqaman. Birinchi marta men bunday zo'r uy olishim. Buni birlashtiramiz. Ochamiz. Qani, grantni qo'limizga olaylik. Voyda. Maza bo'pti. Qo'limni yuvib oldim endi. Qani buni yoqaylik. Voy, adashib. Qardagilar meni ko'rmasin. Qardagilar meni ko'rib qolsa, bilib qoladi men qizil ritserligimni. Mayli. Endi biz buni bilan birlashtirish kerak. Ana birlashtirdik.
Yana tepadagi kamerani ham birlashtirsak. Mana bularga birlashtirsak. Of, yana kiyib oldimmi? Bu bilan birlashtirsak. Qani konsertda ham yoqish kerak. Demak, buni ko'p narsalar bilan birlashtirmam kerak. Kompyuter o'ynash kerak. Qani o'tirdik. Omadli mikrofonlar bor ekan, YouTube'lar. Do'stlar, men bunaqa zo'r uyda bo'lamadim, lekin bu yerda konsertda yoqib qo'yish kerak. Lekin mana bunga Venom deb yozilgan. Mayli. Ertaga Bobur bobodan so'rab ko'rarman. Venom nimaligini. Ertaga Bobur bobodan so'rab ko'raman. Bo'pti do'stlar, ertagacha ko'rishguncha xayr deb qolaman. Xayr.